Bugun qo'ylar narxini sindirib aytamiz, xudo xolasa. Aha. Sizni obunachilaringizga yengil-yengil qilib qo'yib beramiz. Necha bosh keldi? 300 bosh. 300 bosh. Mana akalar xudo Ko'rsatib xolasa qo'ydilar. qo'chqorlar haqiqiy beli baqot, oyoq qo'li uzun. Dumba boshlari ham xudo xolasa kelishgan tikka dumbalardan so'ng. Ekan xudo xolasa yosh nechta bo'ladi? 8 oy, 9 oylar, 20 bosh. Hammasi 20 bosh. Xudo xolasa mana oldi tush buzyaptimi bo'ladi? Buzishga kelib qolgan. Xudo xolasa mana yosh oilalari xudo xolasa oldi tush buzdi boshlarini narxini qanaqa beramiz aka bo'ladi? Narxini kelishamiz. 5,5 dan kam bor. 5,5 million so'mdan kam bor. Kam bor. Dastlabkilar qancha bo'ladi? Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bitta ikkita olamiz akalarimizgacha. Kelishamiz. Kelishamiz. 50 ming, 100 ming so'mdan xudo xolasa Telegram, WhatsApplarda yozsalang, like tashlab beriladi. Xo'p, 7-iyunda olinayotgan video syomka xudo xolasa 24 oy qo'y bo'ladi ekanmiz. Bemalol aloqa chiqarasiz, telefon bilan kelishtirib beradigan joyi bor.